Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Qudrat.uz kanalining obunachilari, chorvadorlar, semiz buqa ishqibozlar. Bugungi videomiz Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani Beg'od chorva bozoridan video syomkamizni boshladik. Bugungi chislamiz 2025-yil 8-noyabr, hafta kuniga shanba, har shanba bozorimiz bo'lib o'tadi. Bu joy manzil lokatsiyasi Telegram Qudrat.uz kanalida bo'ladi. Bemalol bu kanalga obuna bo'lib, shu kanal orqali manzil lokatsiyani olib kelsangiz bo'ladi. Sizlarcha hozirda chiqaradiganlarimiz inshaalloh bu chekkadan semiz buqalardan chiqazamiz. Voy, necha puli bo'ldi qo'y? Voy, necha puli bo'ldi bular? 79, 7 million 900 ming so'm. Yo, 79 ming so'mdan to'g'ri. To'g'risiga mana 2 kilodan chiqdi. 2 kilo, 2 kilo. 2 kam 2 kilo 79 ming so'mdan to'g'risiga trevajinga suv olishibdi ekan mana hisoblarimiz. Hop, xudo xolasa bu chekkadan boshlaymiz endi videolarimizni. Aks holda bozor ma'muriyati javob. Hop, hurmatli obunachilar, sizlar uchun bu chekkadan boshladik. Xudo xolasa qo'ldan kelganicha bu chekkadan boshlaymiz. Biroq tushib qolyaptimi deyman shu videoga. Hop, bu Vintsiya mana Qirg'iziston parodan boshladik. Boqmay ekan. Bo'ylab 30 atrofida. Savdosi necha pul bo'ldi buni? 29 million. 29 million so'm boqmamiz savdosi bo'lyapti. Belli qarani kamala bo'l yegilganda 29 million so'm to'g'risiga 500 kiloga qiynaladi. 450 kilo yuqorisida bo'lgan variantlardan mana shu boqma. Mana keyingisicha qancha bo'ldi? Birovi qanchaga? Nari tarafdami savdosi? Hozir bilamiz buni savdosini. O'sh nari tarafda savdo qilishyapti ekan. Qudrat.uz. Va qancha bo'lyapti savdosi? 23 million boqma mana. 23 million so'mga savdosi bo'lyapti mana bunisi. Bo'ylab 20 pilis kelaveradi. 23 million so'mga savdosi bo'lyapti. Mesni paroda, lekin mol sifati yaxshi ekan. 380 kilo, 400 kilo qiynalib chiqadigan variantlardan. Bunisining savdosi qancha bo'ldi? Bu kimdan ekan? Savdosi qancha bo'ldi aka? 29 million Mesni paroda. 29 million so'm savdosi bo'lyapti ekan, tushunimizda. Hop, bo'ylar 25 atrofida chiqadi, lekin pichoqqa ham yaraveradi. 29 million so'm. 450 kilo ag'bog'da kelib qoladi variantlardan shunisi. Hop, endi keyingisini ko'ramiz. To'qoldan, shoqi yo'qlardan. Savdosi qancha bo'ldi buni? Savdosi qancha bo'ldi? Savdosi qancha bo'ldi buni? 30 million. 30 million 500 ming so'm. Mana 30 million 500 ming so'm savdosi bo'lyapti ekan, biri 35 ag'bog'da kelib qoladi. Bo'ylari 500 kilo chiqadi. Xudo xolasa. Hop, hop. 500 kilo chiqib qoladi. 30 million 500 ming so'm savdosi bo'lyapti. Mana shunimizni boqmalar ekan. Hop, Mesni paroda keyingisi. Savdosi qancha bo'lyapti buni? Sizlardamiz. Hozir bilamiz mana keyingisini boqmani. Yo, pichoqqa ham yaraveradi, lekin bunisi gapdan chiqmabdi o'yin taraflar. Savdosi qancha bo'lyapti buni? Kimdan bu? Mana o'zi kimdan? Sizdanmi bu? Mickey Mouse bu. Qirg'iziston parodamikin bu. Rossiyskiy monja, rossiyskiy ekan. Qancha bo'ldi savdosi buni? 33 bo'libdi. 33 million. To'g'risiga chiqmadimi? Yo'q, chiqmaydi. 600 kilo tevada? 600 kilo. 600. Yo'q, savochlar chiqadi. Qancha o'shiq ekan? Chiqdimi? Gap kevoradi bu jonivor. Yo'q, 700 ga qiynaladi. 600 kilo ag'bog'i. 600 yuqorisida 600 ag'bog'i o'sha, lekin so'ysa bo'ladi, yo'qsiz aka, chiroyli Mickey Mouse. Qo'ymaganda kesin gap kevoradi. 33 qancha dedingiz? 33? O'zi 33 million so'm savdosi bo'lyapti ekan, shu rossiyskiy paroda Mickey Mouse. Ular 135 ag'bog'ida chiqib qoladi. Chiroyli boqilgan ekan, lekin ja semiz bo'lib, semiz emas, lekin gavdasi yarasha yo'qsiz ekan. Rahmat, bunisichi? Bunisi 32,5 bo'ladi. 32,5. 32,5 million so'm, 30 ga qiynalib chiqadi bo'ylari. Lekin nargindan ko'ra turishiga semiz, bu yo'g'li bo'lib qopti bunisi. Bunisichi? Buni bilmadim. Rahmat ma'lumotga. Bunisi kimdan ekan? Necha pul bo'ldi savdosi? Qancha? 8,5. 8 million 500 ming so'm, 130 ga qiynalib kelib qolib, 125 ga pilis, 8,5 million so'm boqma savdosi bo'lyapti mana shuni. Hop, endi keyingisini ko'ramiz. Savdosi qancha bo'lyapti buni aka? Savdosi. Hozir o'sha savdosi bo'lyapti ekan, 130 ga pilis. 591 Labo avtomobil Hozir ma'lumotini bilamiz. Mashinangizni bir kishi urib, Savdosi qancha bo'lyapti buni aka? qarab turish. Bilmay, savdo bo'lmaydi. 37.
37 million so'm savdosi bo'lyapti ekan shunimizda. Bo'ylar biri 35 xudo xolasi kelib qoladi, semiz lekin pichoqqa ham yaraveradi. Bo'qilgan ekan lekin rosa yem yegan variantlarda yo'qsiz ekan. 600 kilo ag'bag'da kelib qolsa kerak xudo xolasa. Chamasi 600 kilo xudo xolasa. 37 million so'm savdosi bo'lyapti shunisi. Keyingisini ko'ramiz endi. Bu yoq tayyorladi. Savdosi qancha bo'ldi buni? O'rmoni. Savdosi. Buni bilmadik biz. Kattasichi mana siz ko'rgan. Egasi mana. Savdosi qancha bo'ldi aka bularni? Sizlardanmi? Savdosi qaysi biri qanchadan bo'ldi? Jupa? Bu o'zi 33 million so'm. 33 million so'm savdosi bo'libdi shuni o'zi. Hop, bo'ylari 1.25 atrofida kelib qoladi. Orqa taraflari kenglar ekan, chiroyli, sifati yaxshi ekan. Mesni parodi oq quloq, oq tumshoq, shved tonda. 33 million so'm savdosi bo'libdi. 500 kilo ag'bag'da 500 ga qiynalib shu 480 kilo pirus chiqaveradi. 500 ga qiynaladi lekin. Kattasichi, kattasi kimdan ekan? Bu ham sizdanmi katta ham? Kimdan ekan bu? Savdosi qancha bo'ldi aka buni? Savdo qildimi? Bilmaydim aka. Kimniki bu? Bu. Kimdan bu? Ha, mana katta. Mana kattani bilamiz, Mesni paroda. Hozir buni bo'ylari ham biri 45 atrofida kelib qoladi, biri 45. Qirg'iziston paroda monjali bu ham. Hop, 8 kilo qiynaladi, lekin 750 kilo yuqorisida, baland. Bo'yli rosa stakan yo'q deydi-ku. Boqsa bo'ladigan variantlardan yana. Asosan boqmoq hisoblanadi, lekin semiz. 700 kilo chiqib qoladi, xudo xolasa. Buni bilamiz. Savdosi qancha bo'ldi buni? Kimdan ekan bu? Egasi ham yo'q ekan shekilli, buni keyingisini ko'ramiz. Mana savdosi qancha bo'ldi? Sizlardanmi bu? Egasi yo'qmi bularni? Tomoshabinmi? Savdosi qancha bo'ldi buni aka? Savdosi 35 million so'm. 35 million so'm savdosi bo'libdi ekan. Biri 35, biri 30 ga pilis keladi bo'ylari. Taroziga chiqmadimi? Orqa tarafdan ko'ra olmadik, lekin 550 kilo chamasi bor. 500 kilo yuqorisida 35 million so'm savdosi bo'lgan avlikor, shoqli variantlardan. Bunisichi 36 million so'm. Angus, Qirg'iziston paroda Angus 36 million so'm savdosi bo'libdi. Biri 30 kelib qoladi bo'ylari, xudo xolasa. Taroziga chiqmadimi bu? Taroziga chiqmagan. Taroziga qanchadan so'rashyapti? Qudratuz. 550 kilo chiqib qoladi, xudo xolasa 550 kiloga qiynalib kelib qoladi. Boqmayga asosan Angus. Qirg'iziston paroda Angus. Xo'p, keyingisini ko'ramiz. Savdosi qancha bo'ldi buni? 35 million so'm. 35 million so'm bo'libdi. Nech pul bo'ldi bu? 32,5 dedilarmi? O semiz ekan. 32,5 million so'm bo'libdi ekan. Bo'ylab 1.25. Hop. 30 nech million dedik aka? 35 million. 35 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Hop. 600 kilo qiynaladi, lekin 550 kilo yuqorisida bo'lgan variantlardan. Bunisi. Hop, endi keyingisidan ko'ramiz. Rahmat, charchaman. Bunisi nech pul bo'ldi ekan? Nari tarafda hech kim yo'qmi sizda? Savdosi qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi aka bu? 40 million. Qancha berdi bozor? Hali so'ramadi, lekin 40 million kam bor aytilyapti. Biri 35 filis keladi bo'ylari. Taroziga chiqmagan bu? Taroziga chiqmadi. Yo'q. 550 yuqorisida bu ham, xudo xolasa, gavda bor. Dalargandan ko'ra gavda bor. Suyagi butun bilan boqsa bo'ladi, stakan yo'qlidan. Hop, 40 million kam bor aytilyapti, savdosi bo'lmabdi lekin buni. Keyingisini ko'ramiz. Savdosi qancha bo'ldi aka buni? Savdosi qancha bo'ldi aka buni? Hurmat. 32 million so'm. 32 million so'm savdosi bo'libdi. Biri 35 pilis kelib qoladi bo'ylari. 32 million so'm boqma asosan Mesni paroda. 32 million so'm savdosi bo'libdi ekan shuni o'zi. Boqma bu. Endi keyingisini ko'ramiz. Avli ko'lmikan bu yo'q Qirg'iziston parodami? Hozir bilamiz savdosini bilan. Qancha bo'ldi buni savdosi? Bu ham orqadan, hamma tarafda ekan shekil. Semiz lekin bu. Savdosi qancha bo'ldi aka buni sizlardan? 38 million so'm savdosi bo'libdi ekan. Bo'ylari 1.35 ag'bag'da kelib qoladi, lekin taroziga buniki bu suvishga tayyorlardan yo'qsiz ekan. Hop. 600 kilo qiynalarmikan endi 600 kilo ekan. Mesni paroda lekin. Chiroyli ekan.
38 million so'm savdosi bo'ldi. Rahmat, charchama. Keyingisidan ko'ramiz. Bu ham Qirg'iziston paroda bo'lish kerak bu. Savdosi qancha bo'ldi buni? Savdosi? Savdosi hozir 38 million qildi. To'raziga chiqmadimi? Qanchaga? To'raziga chiqmadimi? Yo'q, to'raziga chiqarmadi. To'raziga chiqazilmadi. 38 million so'm savdosi bo'ldi. Berilmadi. Qo'chqorni chiqarib bo'ldi? Sotaman. To'raziga olib kelasizmi? Kanal Mödeşem. Qudratuz. Qudratuz. 38 million so'm savdosi bo'ldi, berilmagan. Bo'la bir 35 chiqib qoladi, xudo xolasa. Ichkila to'ragan ko'rdingiz. 38 ha. To'razini ichkila qancha oladingiz? Ama soda kattılar. To'rasiga 700 ga berib qoladi. 700 ga boradimi? Egalarning aytishlari bo'yicha 700 kiloga 700 kilo berib qoladi deyishyapti. Xudo xolasa barakasini bersin. Charchamani rahmat. Bu savdosi qancha bo'ldi? Biz keyingisini bilamiz. Narigi tarafda ham bor ekan, xudo xolasa chiroyli. Qudratuz. Buni savdosi qancha bo'ldi? Mana qo'rani. Semiz tayyor so'ysa bo'ladi. Variantlardan xudo xolasa. Olamiz. Hammani olamiz, xudo xolasa. Charchamani. Buni savdosi qancha bo'ldi? 35 milyon kıldı şimdi. 35 million so'm. Biri 30 avvalda kelib qoladi bo'ylari. Yo'q, biri 30 ga qiynaladi, biri 25 piylis. 35 million so'm savdosi bo'ldi. Endi keyingisini ko'ramiz. Buni savdosi qancha bo'ldi? Yo, bizdan emas. Kimdan bu? Semiz lekin so'ysa bo'ladigan yo'qsiz aka bu ham, xudo xolasa. Biri 30 keladi bo'ylari buni ham. Xudo xolasa bir chekkadan bilib chiqamiz ma'lumotlar. Savdosi bo'lyapti Kirmanjoqda. Hozir bilamiz egalarni. Savdosi qancha bo'lyapti aka? Mashin savdosi bo'lyapti? Nergin bilanmi? Qanchaga? 72 million so'm ekan deman. Nerga 35 bo'lsa, mana 37 bo'lyapti ekan shunda. 72 million so'm jupiga ekan mana ikkovi. Rahmat, charchamani. Mana ucha, mana kimdan ekan? O'zim ham yegan ekan bu ham, lekin pichoqqa yaraveradi bu ham. Bir martalik bu ham. Zo'r, bittasi u so'tilaveradi. Hozir bilamiz. Buning savdosi qancha bo'lyapti, ehtiyot? Buni qancha bo'ldi? Kimdan bu? Qaysi biri? Mana umi? 3 kilo chiqdi aka bu? 89 kilo, 79 ming so'm hisoblarimiz. 33 milyon 500 ming so'm. Kichkina bo'la savdo qilib. 61 ming so'm mashina savdo qilyapti. 33 milyon 500 ming so'm o'yag'icha savdosi bo'lyapti. Keyingisini ko'ramiz. Savdosi qancha bo'ldi buni? Mana savdosini bilmadingmi? Almashtirib olmagan Savdosi qancha bo'ldi mana aka? Qancha pulga? Mana akalik. Qancha bo'ldi? 36 million. 36 million so'm bo'ldi buni savdosi. Biri 30 bo'ylar keladi, mesini paroda. Pichoqqa yaraveradi lekin 550 kilo avvalda kelib qoladi, xudo xolasa. 36 million so'm savdosi bo'ldi. Qudratuz. Hop, endi keyingilardan ko'ramiz. Bu yerda Qirg'iziston paroda suvishga tayyor, kichkina bo'lib. Bo'la 120 lekin semiz. Qancha bo'ldi buni savdosi? Yur, mana. Hal ikkala tomondan bo'y. Hozir bilamiz. Kichkina bo'lib savdo qilish. Qancha qilasiz? 24 million so'm. 24 million so'm savdosi bo'lyapti Qirg'iziston paroda. Bo'lar 120 atrofida. Semiz lekin ozgina yog'li bo'lib qoldi-da. 480 kilo, 470 kilo avvalda chiqib qoladigan variantlar. Hop, endi keyingisini ko'ramiz. Bog'dagilardan. Bog'i boqmoq xudo xolasa abdayni chiqadi. Hozir mana bu chekkadan semizlarni ko'rsatib boraylik, keyingilardan nari tarafdan chiqadi. Va ko'chat buqachilar ham chiqadi abdayni. Savdosi qancha bo'ldi, aka qancha berdingiz? 25,5. 25,5 million. Olindi o'zi. Yo'q, Bermayapti. 25,5 millionga berilmayapti. Bo'lar 125. Mesini paroda. Hop, buni to'g'risi 400 kilo avvalda kelib qolsa kerak. Ikkinchisini ko'ramiz. Kattasini. Kattasi qancha bo'lsa o'zi? 35 chatka bo'ldi. Oldingizmi yo berishmayapti? 35 millionga bersam, ikkalasiga 67 million. Mana ikkoviga. Jupiga 67 million so'm savdosi bo'ldi. Bu
Mesni paroda, mana rossiyskiy paroda. Ikkoviga 67 million so'm savdosi o'tib berilmagan variantlardan. Buni bo'ylari biri 30 ga, biri 25 chiqib qoladi, xudo xolasa. Biri 25 ga plyus mana bu, biri 30 amcha chiqib bo'lmadi, biri 25 ga plyus. Ikkoviga 67 million so'm. Keyingisini ko'ramiz. Mana o'sha biri 40 ag'bog'da kelib qoladi bo'ylari. Boqma. Savdosi qancha bo'ldi buni? Bu 28 qilyapti. 28 million so'm. Aytish 35. 35 million kam bor aytiladi, 28 million so'm savdosi bo'lib berilmaydi. Boqma. Yendagi 28 million 200 ga berilmaydi. 28 million 200 ming. Qirg'iziston parodan bu? Ha, Qirg'iz, Shvets. Qirg'izistondan chiqqan Qirg'iziston paroda. Shvet 28 million 200 ming so'm savdosi berilmagan. 450 kilo chiqib qoladi, xudo xolasa. Ha, 450 kilo yaqin. 450 kilo ag'bog'da, xudo xolasa. Rahmat ma'lumot uchun. Keyingisini ko'ramiz. Bu savdosi qancha bo'ldi? Masalaga savdo. Ko'chat ko'rdi, ko'chat tursin. Chiqib turamiz, xudo xolasa. Endi sal bo'shab qoldik. Hop, savdosi qancha bo'ldi Jasur aka buni? Qancha bo'ldi aka savdosi? Bu 30 ga yaqinlashdi, ozgina ekan. Qancha ozgina kam? 100 ming kammi? 29 million 900 ekanda. 30 millionga berishmabdi ekan. Pashta 29 million 900 ming. Boqma, biri 25, biri 30 ag'bog'da kelib qolsa ham kerak. Qiynalib ko'radi kelsa ham. Buni keyingisidan ko'ramiz. Pichoqqa yaraveradi. Qancha bo'ldi savdosi aka buni? 27 million so'm. 27 million so'm bo'lib 125 plyus kelaveradi. Taroziga chiqmadimi? 450 kilo chiqib qolsa kerak, xudo xolasa. Shunaqa. Rahmat, charchama. Hop, keyingisicha bu qancha bo'ldi? Boqma. Qancha kam bor aytyapsiz? 35 million kam bor aytilyapti. Biri 30 abini bo'ylari. Plyus biri 30 ga. 480 kilo ag'bog'da kelib qolsa kerak. Bu shu yerga borib boqma lekin. Endi keyingisini ko'ramiz. Savdosi qancha bo'ldi buni aka? Savdosi qancha bo'ldi aka? 27 million bermadingiz. 25 ga plyus Mesni paroda 27 millionga o'sha akamiz bermabdi ekanlar. 27 million lekin Qudrat o'zi. Xudo xolasa biror soatda sal sviyaz bor joyga o'tsak. Dabba. Assalomu alaykum. Mana 3 tanami? Bo'ldi, mana shu yerdan qaytib nerga o'tib ketaman bo'lmasa. Bo'ldi zaqiraq. Nergilar yo'q ag'la. Bo'ldi gap yo'q. Hisob. Savdogar akamiz olishyapti, rasmiyadan bo'ldi. Hisob mana nergilarni ko'rsatmaymiz ham. Ertaga chunki bozorga chiqadi. Bunisining savdosi qancha bo'ldi? Mana bilmadingizmi? Mana savdosi qancha bo'ldi aka? Bilmadingmi? Bo'ldi, endi keyingilardan ko'ramiz, xudo xolasa, mana bu taraflardan. Bu qalay ko'p chiqibdi, seroq, o'z boshdan bichakkadan kelamiz endi. Qirg'iziston parodadan. Aka savdosi qancha bo'ldi bilana? Hurmat. Savdosi bilan. Sizlarni bilamiz? Mana bundan baq 78. Ha, mana 78 million 3'ova. Hop, 78 million bo'lsa 26 million so'mdan to'g'ri keladi. Mana 3'ova, mana o'sha bo'ylar 120 ga plyus kelaveradi, bemalol 125 ga qiynaladi lekin. So'ygan oldingizmi, boqqanimi? Boqqanman. Yo'q, boqqan. Boqqanimi? Gap yo'q. Mana o'zi to'lishib bo'libdi-da. 78 millionga 3'ova. Rahmat, charchama. 125 ga qiynaladi bo'ylar lekin. Mana shu 3'ova. 78 millionga. Boqma, nari bitta boshdagi semiz ekanda. Hop, savdosi qancha bo'ldi buni? 26,5 million so'm. Shvet. Mesni paroda Shvet 26 million so'm savdosi bo'ldi. Bo'ylar 125 atrofida kelib qoladi, doq qoladi. Endi keyingisini ko'ramiz. To'qol variantlarda 115 atrofida bo'ylar. 120 ga qiynalib chiqadi. Savdosi qancha bo'ldi? 22 million so'm. Mesni paroda 22 million so'm. Bozorlarimizni bichakdan yoritamiz. Hammasini xudo xolasa. Qo'yam, molam, otam, sigiram, ko'chatlari ham xudo xolasa bugun videoning soni ko'pgina bo'ladi. Inshaalloh. Savdosi qancha bo'ldi bunaqa? 23 million so'm. 23 million so'm, 120 bo'ylari. 350 kilo atrofida kelib qoladi, xudo xolasa Tarazgacha 400 kilo qiynaladi. Keyingisidan ko'ramiz. Rahmat, chattaman. Savdosi qancha bo'ldi bular aka? 25, ozgina kam 25. Ozgina kam 25 million so'm, 125 o'z bo'ylari. 24,5 bo'ldimi? 200 kam.
Kiskam 25-24 milyon 800 ming so'm savdosi bo'libdi. 400 kg bag'da chiqib qoladigan variantlardan biri. Nargizcha bu. Mesni Qirg'iziston paroda, bunisi Mesni paroda. Bunisi qancha bo'ldi? Aslida shunaqa yurasizmi? Ha, postdan yuramiz. Qanaqangiz? Hop. Qo'ydimi? Qancha obunangiz bor? Ko'p seroq, xudo xohlasa. Hop, endi keyingisiga ko'ramiz, xudo xohlasa. Xudo xohlasa, hop. Savdosi qancha bo'lyapti uni aka? Savdosi 23 million. 23 million so'm savdosi bo'lyapti buniki. Mesni paroda bo'ylab 20 atrofida. 23 million so'm. Hop, endi keyingisini ko'ramiz. Rahmat, charchamani. Xudo xohlasa o'sha yerdan bor akasi. O'shunga o'tadi. O'tadi. Mashina ko'rsatamiz. Hop, endi bir chekkada mana tarafga o'tamiz. Mana shu yerda bitta qoldi o'zi, buni bilamiz. Savdosi qancha bo'ldi buni aka? Yo'q. Keyingisini ko'ramiz. Mana Mickey Mouse. Savdosi qancha bo'ldi aka Mickey Mouse? Savdo qilyapsizmi? Qancha bo'lyapti? Mana shu Mickey Mouse savdosi bo'lyapti. Qancha bo'ldi aka savdosi? Qaysining savdosi? 25 milyon 600 ming so'm. Mickey Mouse savdosi bo'lyapti. Bo'ylar 1.20. Hop. Savdosi qancha bo'ldi aka bilana? Qancha? Baho bo'lyapti aka, bilinmadi. 1.25 dan keladi. Boqqani tayyor Qirg'iziston paroda. Bila olmadik savdosini. Bilganimiz zo'r bo'ladi. Va qancha bo'lyapti savdosi? 26 milyon. Kiskam 26 milyondan savdosi bo'lyapti ekan. Boqqani, boqmachini. Endi keyingisini ko'ramiz. Mana shu yerda bitta katta bor ekan. Shuni ko'raylik uchun jupiga. Savdosi qancha bo'ldi buni aka? Savdosi qancha bo'ldi? 64 milyon. Jupiga. 64 milyon jupiga. 32 milyon so'mdanga. Zo'r pul bo'pti lekin. 64 milyon so'm. Qisir qancha bo'ldi yo bo'g'ozmi? Bo'g'oz aka 1-2. Qancha bo'ldi puli? Sotiladi 30 million. 30 millionga sotmab ketishyapti. 1-2 kunda tug'adigan bo'g'ozni. 64 million so'm jupiga savdosi bo'ldi, berilmagan variantlardan bular. Xudo xolasa endi shu joyda videoni to'xtatib, semizlarni hammasi chiqdi. Bundan bari Qudratuz. Bundan bari Xudo xolasa nargilardan chiqib ko'chat buqachalar inshaalloh sizlar uchun bir chekkadan obuna bo'lishingizdan chiqamiz mana sizlar uchun bozorlarimizni ko'rsatib beramiz inshaalloh. Obuna qo'yasizlar, Xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi qismlarda Xudo xolasa yosh ko'chat buqacha.